Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Viva SSR Mouse. Bugun sizlar bilan birga bir SSR Mouse bilan o'ynaymiz. Kim yutar ekan? Qani ketdi. Shuni podpисчикларni ko'paytiraylik. 99 va 2% obunachilar bo'lmoqda hali. Obuna bo'lib qo'ysanglar 50 ta obunachida biz faqat stream qilishni boshlaymiz. Tunu kun stream. Faqat stream qilamiz. Qani ketdi bo'ldi. Sal o'yindan ochib qo'ydim, toza havo bo'lsin deb. Portlab ketdi. Orada portlab ketdi. Bu qattiq chiqib ketdi. Lekin SSR mouse ham hozir ana qotdi. Zapis qotdi. Zapisini men tashlaverib, men ekrandan ham ana qilaman. Zapisni qo'yaman. Shuning uchun bola shuncha harakat qilayotganimiz uchun bitta obuna kutib qolaman. O'ldirib qo'ydi. Tepada endi. 10 ta shot qilamiz, 10 ta shotdan keyin chiqib keturamiz, biratlar. Hit berib qo'ydi. Bo'ldi. Qanday? Ham qarang. Yema bolalar. 10 ta shotdan keyin chiqib ketamiz bolalar. Chunki short videomiz cho'zilib ketadi. Shuning uchun 10 ta shotdan keyin chiqib ketamiz. Mayli, 20 ta aniqlamiz. 20 ta kill. Normalnidir. Jon yo'q. Bu sen kirib qo'ydim. Qanday? Ikkita hit. Voy bola, HP-yam ko'rasizlarmi? Hozir pisi tashlab beradi menga. Telegramdan. Bilmayman hatto. Sira ko'rasizlar, men bilmayman. Va ko'rdim. Jilet tushib ketganda kaska ham uchdi, bo'ldi. Full hammasi ham uchib ketdi. Bo'ldi. O'lamiz, biratlar. Branya yo'q. Mayli 10 ta shot qilamiz, 10 ta shot. Ana 2 ta shotim qoldi. Deydi. Joni yo'q. Mayli 15 ta shot qilaylik. Voy sarig'iga uni. Yo'nalish qoldi-yu, naridan chiqadim deb. Kirisa. Ana yana chiqib ketdi.
Yana 5 ta shotdan keyin short tugaydi. Shunda men chiqib ketaman-da.